Ya menga qarang 1 minut. Sizga sotmayman dedim-ku, ketavering, sotmayman. Hozir menga qarang, shuncha joyga keldim-da. Nima unaqa qimmat etib tashasizlar? Yo, sotmayman dedim-ku sizga. Siz bunaqa past ko'rib tashamang-da. Xo'p, bo'ldi. Eshikni qo'yib yuborib turing. Bo'lsa, bu yoqqa tashqariga chiqib gaplashinglar. Bo'ldi, kiravering, gaplashamiz. Yo, mashinaga gaplashaman. Xo'p, bersiz, mashinaga olaman ketaman. Necha pul? 900 ming bo'ladi? Da. 850 ham qilib bermaysizmi? 97 da batareykasi. Nima uchun endi? Ha, nima eshikni yopib qo'yasiz? Shuncha mana so'dalashyapmiz. Siz past ko'rib tashayapsiz. Pastga urmayapman. Pastga urmayapman. 95 bo'yotibdi batareykasi. Mayli. Voy. 900. Avring 900 ga normallar ketyapti. Lekin sal qimmatroq-da, berib turing. Sal qimmat etadi. Hop, yaqinda olgan bo'lsangiz ham-da. 900 ga baragami? Lekin unaqasi bo'lmaganda, hali eshikni yopib qo'yib, qochib ketib. Sotmaymiz dedi. Sen bittadan tushishimiz kerak. Hop, bu tashqariga chiqib gaplashasizlarmi unda? Shu yerda gaplashamiz, shu yerda gaplashamiz. Voy, anu aytadi, bitta maqol bor-ku, kuchu inada anaqa qiladi, yo. Bo'ldi, shu yerda baraka qo'ying. Bo'ldi, 900 ga baraka. Shuna kirib, mana korobkasini olib chiqib bersanglar, tekshirib oldim hozir. Bo'l $900 men tekshirib olib, ana prashibga beraman, pulinglarni sanaveraman. Rozimisizlar? Bo'l, olib chiqib bering korobkasini. Bo'ldi, hozir. Xudo xohlasa kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib olib ketamiz, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hop, bizada nasiya savdo ham bor.